Hammaga salom. Ko'zlaringizni sog'lom va baxtli qilish uchun 7 qahramon bilan tanishing. Men sog'lom ko'zman. Toza ko'rish va energiya mening kuchim. G'amxo'rlikni juda yaxshi ko'raman. Men charchagan ko'zman. Ekranga uzoq qarasam, tez toliqaman. Damni unutish menga yoqmaydi. Men bolakay ko'zman. Hammasiga qiziqib qarayman. Kulgini va o'yinchoqlarni juda yaxshi ko'raman. Men aqlli ko'zman. Atrofdagi mayda detallargacha tez ilg'ayman. Faktlar va bilimlar quloq mening ishim. Men shifokor ko'zman. Ko'rish salomatligi men uchun muhim. Tekshiruvni eslatib turaman. Men kitobxon ko'zman. Kitoblar va bilimlar mening do'stlarim. O'qishni va o'rganishni juda yaxshi ko'raman. Men sportchi ko'zman. Harakat va tezlik mening kuchim. Doimo faol bo'lishni yaxshi ko'raman. Eslatma, ko'zlaringizni himoya qiling, yetarli dam oling va har doim sog'lom bo'ling.